Ajoyib mestodan ajoyib kvartiralar. Qarang. 5 etajga, 5 etajga, 5 etajga. Sizga esa 7 etajga bo'ladi. Bir turangizdek. 7 etajga domni 7-etajında 2 xonali kvartira, 66 metr kvadrat. Xorazm Elite House qurgan domladamiz. Shavot yo'lidagi Racenter Osmaganda. Yadda shu taqberlar. Parkovkasini qarang. Kattagina parkovka zonasi bor. Test plashadkalar ham bor. Keling shuni ishon tarafidan sizlar bilan obzorcha qilib beraman. 7-etajga liftdan ko'tarilasiz. 10 qo'lizdagi kvartira sizniki bo'ladi. Qarang, eshikdan yaxshisidan qo'yganlar ekan. 77-kvartira ekan. Kvartiraga kirganimizda kengina prixojiy zonasi bor. Bu yerda prixojiy qo'yib berasiz, ibingizda esa umumiy kezina. Joy ham tayyor. Chap tarafimizda sanuzel. Sanuzelimiz ham почти tayyorlabdilar. Kepsakardonlar bilan pishib ketib, u yer ariston joylari, suv filtri, suv shotchiki, unitaz uchun kanalizatsiyasi, yan tarafda umumiy o'xshaydi. Ibida esa dushizmi nodir bo'ladi. Ya'ni kelgandan keyin vizit bo'lmastirib berasiz. Doğrumuzda esa kuxnisi bo'ladi. Gaz turbasi kelib turibdi. Ko'rib turasizmi? Kuxning oynasi ham kattagina, bu turbalar uchun apishib ketish uchun ham karkasni uzatib berdilar. Gipsakardon o'rab bersangiz bo'ldi. Issiq so'qsuv turbalari kelib turibdi. Elektrik ishlar qilingan, polni ham bermish, shpakulatsiyadan chiqib turibdi. Xolos, oboy xolos atejenti urib berasiz. Beriz kuxniya kengina ekan. Yan tarafimizda Spaniyaning o'zini balkon ham bor ekan. Spaniya ham polni shpakulatsiyadan chiqib turibdi. Rozetkalar bosh uchi tarafda, yan tarafdan ham rozetka bor ekan. Bu yerda bir narsani planlashtiribdilar. Balkonimiz ham kattagina balkon. Ko'rib turganingizdek, katta balkon. Unda 5 etajga domlar. Yani esa 7 etajga, 7-etajındamiz. Unda shavot yo'li. Shuni shavot yo'lining ustida bilsangiz, kirpishning, qizil kirpishning domlar bor. Shuni yonidagi dom. Metan zapravka kartot orqa tarafi bilan birga. Ganimizda esa endi yana bir xonasi, ya'ni sizning zolingiz. Yanda zolingiz ham kattagina zol. Ko'rib turganingizdek, polni shpakulatsiyadan chiqib, rozetka joylari tayyor, simlar chiqib turibdi. Konditsioner uchun ham rozetka qo'yib ketibdilar. Xullas, kvartiramiz 66 metr kvadrat, 7 etajga domni 7-etajında. Pulni keladigan bo'lsak, puli har bir kvadrat metrini 6 million 900 ming so'm puldan so'rab turibdilar. 2 xonali kvartira. Agar bu kvartiramiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomeriga telefon qiling. Bizlarga aloqaga chiqing. Yana o'xsham aloqa. Shar ko'rinadi, shar. Zo'r mestar ekan. Menga yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishganda, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosib ko'rishni yodingizdan chiqarmang.